Food bloger bo'lmasam ham duxovkada pishirgan narsalarim bilan kuzatuvchilarim bilan bo'lishib turaman. Masalan, brelok. Xitoydan termousadочный qog'oz zakaz qilgan edim. Esinglarda bo'lsa, o'shani duxovkada pishirib olsa, brelok paydo bo'ladi. Qarindoshlar bilan ismli trend o'ynaganimizda esinglarda bo'lsa, mani qarzim bo'lib qolib ketuvdi. Shuning uchun ismga moslab Bonu brelok deb tanlab, shunaqa hammaligini ismligiga mos iminoy breloklar yasab berdim. Soham rassom bo'lgani uchun chizishmagi muammo bo'lmadi, lekin chizishni bilmaydiganlar trafaretdan ko'chirib olsa ham bo'ladi. Brelokka osadigan joylarini ham Xitoydan zakaz qilganman. Va shunaqa originalniy podariklar paydo bo'ldi. Sizlarga ham yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikringlarni kutaman. Sizlarga shunaqa brelok podarka qilishganda xursand bo'larmidinglar? Xitoydan yana nima qiziq narsa zakaz qilsam ekan deb o'ylab o'tiribman. Aytgancha yaqinda o'g'limni tug'ilgan kuni-yu, unga dekoratsiyalar zakaz qilaman.